Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar bilan ishlashning mutlaqo yangi va vertikal tizimi, ya'ni mahalla, shahar, viloyat va respublika zanjiri yaratildi. Kogon shahridagi mavjud 19 ta mahallalarda faoliyat yuritayotgan yoshlar yetakchilari ushbu tizimning eng muhim bo'g'ini hisoblanadi. Ruxsatingiz bilan joriy yil mobaynida yoshlar yetakchilari tomonidan amalga oshirilgan asosiy ishlar tahliliga to'xtalib o'tsam. Har bir mahalla yetakchisi o'zga biriktirilgan hududdagi yoshlar bilan xonadonbay ishlash orqali real manzarani shakllantirdi. Xususan, mahallalarda xatlov o'tkazish natijasida shahar bo'yicha yoshlarning ijtimoiy portreti yaratilib, ular qizil, sariq va yashil toifalarga ajratildi. Muammolarni aniqlash, ishsizlik, kasb-hunar o'rganish istagi va tadbirkorlik uchun kredit olish masalalari bo'yicha aniqlangan 109 nafar ishsiz yoshlar korxona va tashkilot rahbarlariga biriktirilib, raqamli tizimga kiritildi. Hozirgi kunga qadar ularning 71 tasi, ya'ni 65% ning bandligi ta'minlandi. Jumladan 21 nafari doimiy ish o'rinlariga joylashtirildi. 16 nafariga tadbirkorlikni boshlash uchun imtiyozli kreditlar ajratishga ko'maklashildi. 5 nafariga asbob-uskuna ajratildi. 13 nafar yoshlarimizga tartibli migratsiyaga ketish uchun ko'maklashildi. 1 nafar muddatli harbiy xizmatga yuborildi. 7 nafari kasb-hunar o'rganish uchun o'quv kurslariga joylashtirildi. 8 nafarini o'zini o'zi band qilish orqali faoliyati rasmiylashtirildi. Qolgan 20 nafar ishsiz yoshlarning hamda ta'lim muassasalarini bitirib kelayotgan 1000 ga yaqin joriy o'quv yili bitiruvchilarining bandligini ta'minlash ham rejalashtirilgan. Yetakchilarning eng katta mas'uliyati og'ir ahvoldagi yoshlarni qo'llab-quvvatlashdir. 2025-yilda Kogon shahar bo'yicha 137 nafar kam ta'minlangan oilaning ijtimoiy faol farzandlariga 700 million so'mdan ortiq mablag'lar evaziga ularning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari bartaraf etildi. Bular 31 nafar yoshlarning 115 million so'mlik kontrakt mablag'lari, 17 nafarining ilm-fan o'quv kurslarini 26 million so'mlik to'lov mablag'lari, 1 nafar yosh oilaning 7,5 million so'mlik ijara to'lovlari va 88 nafar yoshlarga ijtimoiy iqtisodiy ko'maklashish maqsadida imtiyozli kredit, fuqarolik pasporti to'lovlari, mehnat qurollari, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun tadbir va loyihalarni moliyalashtirish hamda boshqa ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal etish maqsadida 551 million so'mlik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Mahalla yetakchilari nafaqat muammolar bilan ishladi, balki yoshlarning iste'dodini yuzaga chiqarishda ham tashabbuslar ko'rsatishdi. Jumladan 2025-yilda 19783 nafar yoshlar 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida qamrab olindi. Musobaqalarda ishtirok etgan 15 nafar kogonlik yoshlar viloyat darajasida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, 4 nafari musobaqaning respublika bosqichida faxrli 2 va 3 o'rinlarni qo'lga kiritdi. 5 tashabbus olimpiadasining 2026-yilgi mavsumi uchun 21 fevral kuni start berilgan bo'lib, hozirgi kunda joylarda musobaqalarning mahalla bosqichi qizg'in davom etmoqda. 2026-yilda musobaqalarga start berilgandan boshlab 15625 nafar yoshlarimiz ishtirok etish istagini bildirib, onlayn platforma orqali ro'yxatdan o'tgan. Mavsum yakuniga qadar ishtirokchilar qamrovi 30 ming nafarga yetishi kutilmoqda va mos ravishda sovrindorlar soni ham o'tgan mavsumga nisbatan 3-4 barobar oshishi rejalashtirilgan. Kogon shahar yoshlari uchun yana bir ajoyib yangilik. Joriy yil Kogon shahar yoshlar ishlari bo'limi tashabbusi, mahalladagi yoshlar yetakchisining sa'y-harakati va shahrimiz yoshlarining qo'llab-quvvatlash natijasida Open budjetga loyiha sifatida kiritilgan Kogon shahrida zamonaviy tipdagi yoshlar markazi qurish loyihasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Endilikda Kogon shahrida ham zamonaviy kutubxona, axborot resurs markazi, ilm-fan, til kurslari, shuningdek, yoshlarning iste'dodi va qobiliyatini qo'llab-quvvatlash, ularni yuzaga chiqarishga xizmat ko'rsatadigan zamonaviy yoshlar markazi barpo etiladi. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganday, yoshlar nafaqat kelajak egalari, balki bugungi islohotlarning asosiy harakatlantiruvchi kuchidir. Aynan ularning iste'dod va qobiliyatlarini kashf etish va uni rivojlantirish biz yoshlar yetakchilarining
asosiy vazifamiz hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.